Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne stressga chiqib qolibman. Ne mashina ba, chiqdim. Sen bana yomon zarar ko'rganda bo'lsanda, mashina qani? Metallonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiryapman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytakka kiyadigan shuni. Shu bolam oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor! Dada hojatga kirib, yigitni bitta yaqindim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'rganda jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pajharnidan keldik. Molxonangiz yonayotgan ekan. Yo'qol-ey. Tushuntirish xati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi?